Assalomu alaykum birodarlar. Mana sizlar bilan yana bir ma'lumotli bo'lishim keldi. Xo'p, u nima desalaring, mana da hozir qushimizni 5 ta tuxumi bor edi. 5 ta tuxumini eng oxirgisini ochmabdi. Qarasalaring, tuxum jo'ja ichida tirik ekan, hozir qaradim. Sal tuxum kirib qolgan. Shunaqa holatda nima qilamiz desalaring. Xo'p, endi sizlarga bu narsani ko'rsatib o'tirishim kerak. Xo'p. Olamiz, mana issiqqina namlatda qildim. Issiqqina nima bilan sekin artib, tozalab yana qo'yib qo'yishimiz kerak, chunki jo'jaga kislorod yetmay qolsa ham ichida o'lib qolishi mumkin. Mana shu axlatlari tuxumni o'shaligi kislorod kirishini yo'lini to'sib qo'yadi, ichida jo'ja o'lib qolishi mumkin. Shu tuxumni ochishni boshlaganda hushyorlikda ochirib turasizlar, Alloh nasib qilsa. Shunda nima bo'lmaydi. Hop. Ochishlik nimasi darajasi salgina oshadi. Hozirchalik shoshilmaymiz buni. Bunday qarasalaring, Alloh nasib qilsa, sekin-sekin yog'-yog'larni yorib qo'ygan. Mana ko'ryapsizlarmi? Sizlarga ko'rinyaptimi, yo'qmi bilmadim. O'shanga sekin xudo xolisa demak, mana ko'ryapsizlar, qarsillagan joylari bor. Jo'ja ichida tirik, Alloh nasib qilsa, tuxumni tozalab qo'ydik. Mana endi Alloh nasib qilsa, kuzatib turamiz bu narsani. Mabodo yorolmay qolsa, yordam berib yuboramiz xudo xohlasa. Assalomu alaykum birodarlar. Mana bu ikkinchi kundagi videomiz. Eng kichkina jo'jasi mana shu. Mana alhamdulillah. Ochib chiroyli qilib, mana xudo xohlasa bolalarini hammasini boqyapti. Alhamdulillah. Bu ichkariga mana bundaqa semichkalarni olib kirib tashlaydi. Kechasiga shunaqa semichka berib qo'ysalaring. Misol uchun deylik, mana don berdilaring, ittalab kasha berdilaring. Misol uchun mana qaranglar, o'sha kashalarni tugatishgan. Alhamdulillah. Endi kechasiga misol uchun yana donini to'ldirib qo'ysalaring, jichchagina oq semichka solib qo'ysalaring, misol uchun oq semichka ham bir yog'li narsa. Shuni hisobiga xudo xohlasa kechasiga o'shani yediradi-da. Ertalab to yana kasha bergunlaringgacha xudo xohlasa yana bolasini boqib turaveradi.